Ushbu tasvirda PMOL dasturi yordamida hosil tuzilmalarini vizuallashtirilgan bo'yicha darslik ko'rsatilgan. Dastur hosil modellashtirish va vizuallashtirish uchun ishlatiladigan PMOL grafika tizimi. Tasvirda hosil strukturasi yashil rangda ko'rsatilgan bo'lib, u asosan ligandlarning hosillarga bog'lanish energiyasini baholash yoki struktura o'zgarishlarini solishtirish uchun ishlatiladi. Videoda strukturalar ustma-ust qo'yish, bog'lanmagan fermentlarni bog'langanlari bilan solishtirish va konformatsion o'zgarishlarni o'lchash kabi vazifalar tushuntiriladi. Ushbu rasmda PMOL dasturi yordamida ko'rsatilgan hosil strukturasi tasvirlangan bo'lib, ekranda ko'rinib turgan yashil rangdagi tuzilma ehtimol NMR yadro magnit rezonansi ma'lumotlari olingan hosil modelidir. Videodagi matn kontekstiga ko'ra, bu strukturaga o'xshash hosillar boshqa hosillardan kovalent bog'lanib, ular proteinazalar tomonidan parchalanish uchun nishonga aylantiriladi. Strukturaviy xususiyatlari NMR ma'lumotlari hosillarning dinamikasi va tarkibidagi turli xil konformatsion holatlarni tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu rasmda hosillarning 3D modellarini vizuallashtirish va tahlil qilish uchun ishlatiladigan PMOL dasturining ta'minoti ko'rsatilgan. Hosil molekulasi tasvirlangan bo'lib, u turli konformatsiyalar o'rtasida harakatlanishi yoki o'zgarishi ko'rsatishi mumkin. Dastur funksiyalari matnda qayd etilgandek, foydalanuvchilar buyruqlari qatori orqali hosilni o'ynash, buyrug'i berishlari, uni 3D fazasida harakatlantirishlari va uning moslashuvchanligini kuzatishlari mumkin. Video boshqaruvi dastur hosil harakatining tezligini o'zgartirish imkoniyati mavjud bo'lib, uning dinamikasi chuqurroq o'rganishga yordam beradi. Ushbu videoda hosil strukturasi tasvirlangan va transkripsiyasida hosillarning egiluvchanligi haqida so'z boradi. Molekulyar vizualizatsiya ekranda yashil rangda 3D model hosilning murakkab tuzilishini ko'rsatib turibdi. Strukturaviy moslashuvchanlik transkripsiya hosildagi alfa spiralining o'zgarishi va uning boshqa hosillar bilan bog'lanish qobiliyati haqida ma'lumot beradi. Bioinformatika dasturida videoda hosil strukturasi modellarini tahlil qilish uchun ishlatiladigan PMOL dasturi interfeysi ko'rsatilgan. Ushbu rasmda hosillarning modellashtirish va tahlil qilish dasturlari interfeysi ko'rsatilgan. PMOL dasturi rasmning yuqori qismida hosillarning 3D tuzilmalarini vizuallashtirish uchun ishlatiladigan PMOL dasturi oynasi joylashgan. Hosil strukturasi ekran markazida hosil molekulasining yashil rangdagi 3 o'lchamli modeli ko'rsatilgan. Video subtitrlari rasmning pastki qismida ingliz tilidagi transkripsiyada ko'rinib turibdi. Unda Homo sapiens hosilli va ularning dinamikasini o'rganish haqida gapirilgan. Spermatopozitsiya transkripsiyada bir necha hosil tuzilmalar ustma-ust qo'yish jarayoni muhokama qilinmoqda. PMOL dasturi ta'limoti yordamida hosillarning 3D tuzilishini modellashtirish va tahlil qilish jarayoni ko'rsatilgan. PMOL dasturi tasvirning yuqori qismida molekulyar vizuallashtirish tizimi bo'lgan. PMOL interfeysi ochiq bo'lib, u hosil va boshqa molekulalarni tahlil qilish uchun ishlatiladi. Protein tuzilishi yashil rangda ko'rsatilgan strukturaviy model hosilning 3D shaklini aks ettiradi. Videoning substratlari hosillarni superpozitsiya qilish, ya'ni bir-birining ustiga qo'yish, fermentlar va ularning boshqa hosillarga qo'shish jarayonida katta rol o'ynaydi. PMOL dasturida foydalaniladigan hosil tuzilmalarini tahlil qilish jarayoni hosil tuzilmalarini tahlili,
Videoda turli oqsil modellarini solishtirish va ularning shakllaridagi asosiy o'zgarishlarni aniqlash maqsadida molekulyar dinamika natijalari o'rganilmoqda. Dasturiy buyruqlar tadqiqotchi oqsillarni bir-biri ustiga qo'yish va ularni moslashtirish uchun PMOL dasturidagi aligin yoki super buyruqlaridan foydalanishni rejalashtirmoqda. Oqsil modeli ekranda ko'rinayotgan yashil rangli strukturaviy model oqsilning 3D formatidagi ko'rinishi bo'lib, u asosan aminokislotalar zanjirining murakkab buzilishlarini aks ettiradi. PMOL deb nomlangan molekulyar vizualizatsiya dasturi aks ettirilgan. Foydalanuvchi ushbu dastur orqali oqsil tarkibini tahlil qilmoqda. Ekrandagi yashil tuzilma oqsillarning 3 o'lchamli modeli ko'rsatiladi. Dastur PDB, ya'ni Protein Data Bank identifikatori kodlar yordamida ma'lum bir oqsil tuzilmalarini yuklash va ularning bir-birining ustiga qo'yish uchun ishlatilmoqda. Video transkriptida foydalanuvchi ubiquitin bilan bog'langan oqsilni tahlil qilayotganligi va kodlarni kiritish orqali tuzilmalarni sahranit qilinmoqdaligi ko'rsatib o'tilmoqda. Ushbu tasvirda PMOL dasturi orqali oqsil tuzilishi, ya'ni vizuallashtirilgan hisoblanib, dastur PMOL molekulyar tasvirlash tizimi hisoblanib, faoliyati foydalanuvchi oqsil zanjirlarini tanlash va tahrirlash, masalan, yashirin yoki nomini o'zgartirish jarayonini ko'rsatmoqda. Ushbu tasvir oqsil fondiga protein folding yoki kompyuter yordamida dori dizayni CAD mavzusidagi darslikdan olingan bo'lishi mumkin. YouTube videosining skrinshotlari bo'lib, u tarkibida ko'rsatiladi. Video tarkibi videoda PMOL dasturidan foydalangan holda molekulyar modellashtirish jarayoni ko'rsatilgan. Asosiy tushunchalardan ekranda ubiquitin, protein va molekulyar holatlarni o'rgatish va yoki funksiyalar orqali harakatini kuzatish haqida gapirilmoqda. Dastur interfeysi, PMOL buyruqlar satri va tasvir oynasi ko'rinib turibdi. Ushbu dasturda PMOL dasturlaridan foydalanib oqsil tuzilmalarini vizuallashtirish aks ettirilgan bo'lib, quyidagi muhim vazifalarni aks ettiradi. Ekran markazidagi oqsil molekulasining 3 o'lchamli modelining rangi yashil tasviri mavjud hisoblanib, videodagi transkripsiyaga ko'ra tasvirlangan oqsilning ikkilamchi tuzilishi elementlari bo'lgan alfa spiral va beta varaqlar bilan belgilangan. Dasturiy ta'minot. Foydalanayotgan PMOL dasturi molekulyar modellash va oqsillarning fazoviy tuzilishini tahlil qilish uchun mo'ljallangan. Hisoblanib, molekulyar modellashtirish. Ekrandagi yashil tasvirlar 3D modelini ko'rsatadi. Bu esa olimlar oqsillarning shakli va funksiyasini tushunishga yordam beradi. Oqsillarning tuzilmalari ham shu qatoriga kirib o'tadi. Tasvirda PMOL dasturi oqsil tarkibiga kirib, videoda oqsil tarkibiga kirib, vizual hisoblanib, bioinformatika va strukturaviy biologiya tahlilini o'rganadi. Pastki qismida oqsil qismlarini tanlash va tekstlash bo'yicha ko'rsatmalar matn aks ettirilgan hisoblanib, PMOL molekulyar vizuallashtirish tizimi bo'lib, oqsil va boshqa biologik makromolekulalar 3D modellarini ko'rish uchun ishlatiladi. Ekran markazida ko'rinayotgan yashil rangli model ubiquitin, ya'ni oqsilning tuzilmasi hisoblanadi. Oqsilning vizualizatsiyasi. Tasvirda oqsil molekulalari turli xil rangda berilgan hisoblanib, zanjir shaklida ko'rsatilgan. Ular fazoviy joylashuvini tahlil qilish imkonini beradi. Videodagi ma'lumotli oqsil zanjirlari, masalan, B zanjirini tanlash, ularni bir-biriga moslashtirish va kerak bo'lmagan qismlarni yashirish bo'yicha amallarni tushuntirib o'tiladi. Oqsil strukturasi. Tasvirda oqsil molekulalarining 3 o'lchamli
modeli ko'rsatilgan. U ko'pincha PMOL kabi dasturiy ta'minot yordamida vizualizatsiya qilinadi. Bunday modellar kristal strukturalar yoki biologik birikmalar, masalan, SARS-CoV va asosiy proteza kabi murakkab oqsil komplekslarni ifodalash mumkin hisoblanadi. Ushbu dasturlar tadqiqotchilarga oqsil zanjirlarini tanlash, yashirish va strukturaviy o'xshashlikni aniqlash imkonini berib o'tadi.